Va nihoyat O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yil Meksika, Kanada va Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionati uchun Fabio Cannavaro futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Siz videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, shunda mundialga oid eng zo'r kontentlardan qolib ketmaysiz. Demak, men boshladim. Demak, darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Navbahor Namangan, Botrali Ergashev, Neftchi Farg'ona, Abduvohid Ne'matov, Nasaf Qarshi. Himoyachilarimiz: Avazbek O'lmasov, OKMK, Jahongir O'rozov, Dinamo Samarqand, Rustam Ashurmatov, Istiqlol Eron, Umarali Eshmurodov, Nasaf Qarshi, Abduqodir Husanov, Manchester City, Abdulla Abdullayev, Dibba Al-Fijayra, Birlashgan Arab Amirliklari, Farruh Sayfiyev, Neftchi Farg'ona, Hojiakbar Alijonov, Paxtakor, Sherzod Nasrullayev, Paxtakor, Behruz Karimov, Surxon. Yarim himoyachilar: Sherzod Esonov, Buxoro, Odil Hamrobekov, Traktor, Eron, Akmal Mazgavoy, Paxtakor, Otabek Shukurov, Banyas, Birlashgan Arab Amirliklari, Jamshid Iskanderov,